Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Quloq va bo'yinga mas tortishlik haqida tahorat paytida savol beribdilar. Tahoratda quloqqa mas tortishlik sunnat. Buning dalili Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis bor. Tawaddoa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam thumma masaha bi ra'sihi wa udhnayhi batinahuma bis-sabatayni wa zahiruhuma bi ibhamayhi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat qilib boshlariga mas tortdilar va quloqlariga mas tortdilar. Quloqning ichiga ikki ko'rsatkich barmoq bilan, quloqning orqasiga esa bosh barmoqlar bilan mas tortdilar degan. Demak, quloqqa mas tortish sunnat. Ammo bo'yinga mas tortishlik haqida biror sahih hadis kelmagan. Ibn Taymiyya rahimahulloh shunday deganlar. Bu masala, ya'ni Rasulullohning tahoratlari masalasi maxfiy qoladigan masala emas sahobalarga. Rasululloh nimani qilgan bo'lsalar tahoratda hammasini naql qilishgan mana. Quloqiga mas tortganda qanday kayfiyatda tortganicha naql qilishyapti. Ya'ni shuni rivoyat qilishyapti. Agar Rasululloh shunda bo'yinga mas tortgan bo'lganda bu rivoyat qilingan bo'ladi. Rivoyat qilinmadimi, bu narsa sunnat emas deyiladi. Vallohu alam.